Bolaligimda meni bobom va buvim katta qilgan. Afsuski, ular bir necha yil oldin vafot etishgan. Men uchun hamma narsani qilishgan edi. Bugungi muvaffaqiyatimni ko'rishlarini juda xohlagandim. Onam esa viza va safar xarajatlari juda qimmatligi uchun bu yerga kela olmadi. Men uning tribunada bo'lishini juda istagandim. Bizning eng katta qurolimiz birdamligimiz. Oilamizga qanday munosabatda bo'lsak, jamoada ham shundaymiz. Ko'pchilik bizni jahon chempionatiga shunchaki qatnashish uchun kelgan deb o'yladi. Lekin biz bu yerga kurashish va vatanimiz sharafini himoya qilish uchun keldik. Bu muvaffaqiyat butun xalqimiz uchun. Bu so'zlar Cabo Verde darvozaboni Vaziniyaga tegishli. U 25 yoshigacha avtobus haydagan va elektriklik qilgan. Ko'pchilik futbolchilar bu yoshida futbolchilik faoliyatini cho'qqisiga chiqayotgan bo'ladi, lekin Vaziniya aynan mana shu yoshida futbolchilik faoliyatini boshlagan edi. Bugun esa 40 yoshida jahon chempionatida amaldagi Yevropa chempioni Ispaniyaga qarshi o'yinning qahramoniga aylandi. Vaziniya yana bir haqiqatni isbotladi. Orzularning yoshi bo'lmaydi. Ayni damda uning Instagramdagi obunachilar soni 12 millionga yaqinlashdi. Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan oldin esa 50 mingta edi. Odatda sizlardan kanalimizga obuna bo'lishni so'raymiz, ammo hozir bu ishni qilmoqchi emasman. Aynan Vaziniyaning Instagram sahifasiga obuna bo'ling.